Ikkinchisini ko'rsatamiz. Yotib olgan holatda bajaramiz buni ham. Disk griji kasalligi uy sharoitida yotib bajaradigan mashqlar. Ketdik. Yotib olgan holatda bir oyog'imizni shu holatda ko'tarib, mana bir oyog'imizni ana shunday bir oyog'imizni tizzamiz ustiga qo'ygan holatda oralig'idan qo'limizni o'tkazib zamoy qilamiz mana. Mana shunday holatda bajaramiz mana. Mana. O'zimizga tortamiz oyog'imizni. Bu bel umurtqasiga qarang. 1 2 3 4 almashtiramiz, qarang. 1 2 3 4 5 almashtirib bajaramiz, qarang. 1 2 3 4 5 belimiz tortiladi, belimiz cho'ziladi akalar shunda.